Moskvadagi hamyurtlarimiz diqqatiga Elite stomatologiya markazi o'zini eng oliy xizmatlarni taklif etadi. Mazkur markazda sizga o'zbekistonlik oliy toifali stomatologlar xizmat ko'rsatadi. Bu xizmatlarga og'riqsiz davolash, tish olish, tish qo'yish va tishlar bilan bog'liq barcha muolajalarni amalga oshirish kiradi. Manzilni yozib oling: Moskva shahri, Leninskiy prospekt, dom 2A, metro Oktyabrskaya. Unutmang, Elite Stom dam olish kunlarisiz ishlaydi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa Olam. 23 oktyabr kuni Livanni Al-Mayadin kanalini tongi xabarlarga ko'ra, Suriyani Al-Mayadin shahri yaqinidagi Qo'shma Shtatlar tomonidan bosib olingan neft qudug'iga hali Qo'shma Shtatlar armiyasi uchun noma'lum turdagi harbiy dron orqali hujum qayd qilingan. Buning oqibatida neft qudug'ida yong'in kelib chiqqan. Oradan ko'p o'tmay esa Qo'shma Shtatlarni Suriyani shimoliy g'arbidagi harbiy bazasidan Suriyani Al-Mayadin shahriga raketalar orqali zarbalar berilgan. Qo'shma Shtatlarning o'sha Suriyani shimoli g'arbidagi harbiy bazasi qo'mondonligining fikriga ko'ra, noma'lum turdagi harbiy dron Oq uyni Suriyadan tortib olib o'ziniki qilgan neft qudug'iga Al-Mayadin shahridan uchirilgan. Ammo Oq uyni bu fikri bir taxmin xolos. Al-Mayadin kanalining tongi axborotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning bu harakati, ya'ni Suriyani shaharlariga raketalar orqali zarba berishi umuman yangilik emas. Agar kimgadir yangilik bo'lsa, diqqat bilan eshitsin. Qo'shma Shtatlarning o'z hududidagi, ya'ni ozodlik bayrog'ini o'ng qo'lida ushlagan okean ortidagi nefti bor yo'g'i 10 yilga yetadi va aynan shuning uchun ham u goh Iroqda, goh Suriyada va goh Liviyada qolaversa, neftga boy hududlarda urush chiqarib, o'sha mamlakatlar neftini o'ziniki qilib oladi va tabiiyki shu orqali bir amallab kunini ko'rmoqda. Washingtonga kelganda esa Bosh assambleyasi New Yorkda joylashgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti har doimgiday orqasiga, shu so'zni takrorlaymiz, orqasiga qarab turishda davom etadi. Endi esa Ukraina bosh vazirini Germaniyaning Frankfurter Allgemeine Sunday gazetasiga bergan intervyusida aytgan, faqat haqiqatdan iborat faktlarga to'xtalamiz. Gap shundaki, 22 oktyabr kuni Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal Germaniyaning Frankfurter Allgemeine Sunday gazetasiga bergan aniq faktli intervyusida Ukrainani allaqachon inqirozga uchrab davlat sifatida barham topganini ma'lum qilgan. Uning hali eslatganimizday faqat haqiqatdan iborat gaplariga ko'ra, Ukraina bordi-yu unga Yevropa ittifoqi har oyda muntazam ravishda pul berib turmasa, u hukumatda faoliyat yuritayotgan hech bir xodimga maosh to'lolmaydi. Aniqrog'i, Ukrainaning g'aznaxonasi allaqachon bo'shab bo'lgan va bosh vazir Denis Shmigalning bildirishiga ko'ra, Ukraina iqtisodiyotini hozirda faqat va faqat Yevropa ittifoqi, ya'ni aniqrog'i Zelenskiyni yo'llarda tutingan xolasi Ursula von der Leyen ushlab turibdi. Aytgancha, Fransiyada 22 oktyabr kuni mamlakatni NATOni tark etishga chaqirib boshlangan namoyishlar umuman boshqa tomonga o'zgarib ketgan. To'g'rirog'i, endi Fransiya ko'chalarini to'ldirib norozilik namoyishlarida ishtirok etayotgan xalq Fransiyadan NATOdan chiqishni emas, balki Ursula von der Leyenning iste'fosini talab qilmoqda. Va nihoyat Fransiya muammoni asli yechimini tushunib yetdi deya urg'u beradi Fransiyani France Press agentligi. Shu o'rinda Ukrainaning betakror prezidenti Vladimir Zelenskiyni New York Post gazetasiga bergan intervyusida butun dunyoni unga qarzdorligini yana bir bor eslatgani bilan bog'liq xabarga to'xtalamiz. 22 oktyabr kuni Zelenskiyning New York Postga ma'lum qilishiga ko'ra, Rossiyada hozirda Zelenskiy jon saqlab faoliyat olib borayotgan bunkerni aniq koordinatalari bor va o'sha Zelenskiyning bunkeriga mabodo Rossiya yadro quroli bilan zarba beradigan bo'lsa, dunyodagi barcha yadro quroliga ega mamlakatlar Zelenskiydan qarzdorligi uchun Rossiyani yuragi deya e'tirof qilinayotgan Kremlga aynan yadro quroli bilan zarba berishi shart. Zelenskiy bu gaplarini nimalarga asoslanib aytganini izohlab bermaganini eslatib, so'nggi xabarga yuzlanamiz. Buni
qarangki, Xitoy hukumatı Elon Musk'ni Starlink'larini butunlay yo'q qilish uchun bugungi kunda kosmosda atom bombasi portlatishi mumkin ekan. Bu haqida Nuclear Technics jurnalida xitoylik fizik olim Liu Li faktlar bilan qayd qilgan. Uning yozishiga ko'ra, Xitoy hukumatiga 10 megatonna kuchga ega bo'lgan yadro qurolini kosmosda, aniqrog'i 80 kilometr balandlikda portlatish taklif qilingan. Bu taklifdan maqsad shuki, Yerni deyarli barcha nuqtasiga o'z signallarini uzatayotgan Starlinklar Xitoyni razvedka sun'iy yo'ldoshlariga xalaqit bermoqda. Va taklifga ko'ra, bordi-yu Xitoy 80 kilometr balandlikda atom bombasi portlatsa, barcha Starlinklar shu zahoti vayron qilinadi. Nafaqat Yerda, balki kosmosda ham bu qurolni ishlatilmasligiga ulkan umidlar bog'lab, roligimizga yakun yasaymiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.